ismingiz? Aziz. Davron. Achamayning 5 tilla. Nega haligacha onangiz bilan kelasiz? Nega 4 yosh bo'lganingizda to'g'ri yo'lda o'ta olmaydi, adashib qoladi, metrodan yura olmaydi, bosib ketadi metro deydi. Hozir uylansangiz, hozir ota bo'lasiz. 8 yoshda nega? Uyalardim onam bilan yurishga. Bo'ldi, o'zim yuray degan so'ng adashib qolsang-chi nima qilibdi? Adashsam, yo'limni topishni o'rganaman. Yo'lda o'ta olmasang-chi nima qilibdi? Yo'lda turgan odamlardan kechirasiz, yo'lda o'ta olmayapman. Maylimi siz bilan birga o'tish uchun murosa qilishni o'rganaman. Aldansang-chi dedi. Nima qilibdi? Aldansam ishonmaslikni o'rganaman dedim. Sizlar qachon o'rganasizlar haligacha onangiz bilan yursangiz? O'zim hal qilaman deng. Baqiling ichingizdan. Yirtib tashlang sizni, yirting davay. Dunyo mana shunaqa qiladi sizlarni. Bu dedik-ku, bu hayajon paytim, yo'q hayajon. Ishonchsizlik bor. Ishonchsizlik qachon o'zgaradi? Hayotda nimagadir erishsangiz, keyin ishonch paydo bo'ladi. 40 ga kirib turib ishonch paydo bo'ladi desiz adashasiz. Men hayajonlanyapman-da, shuning uchun duduqlanaman deb ishonmayman men. Hayajon yo'q, ishonchsizlik bor. Ishonchsizlik nimaga bor? Bekinasiz. 3 yil bo'ldi-da, uyda bekinib yotibman. 5 yil bo'ldi-da, duduqlanganim uchun hech kimga qo'shilmayman. To'yga chaqiradi, bormayman, tug'ilgan kunga chaqiradi, bormayman. Kim sizni qulfladi? Kim sizni qulfladi uyingizga? O'zingiz qulflandingiz-ku. Endi kunduzga 20-30 kirganda qimirlayapsiz. Kech bu. Bo'ladi, stop. Ana shunday gapirasiz, Aziz, tushunarlimi? Men Azizbekman deng. Men Azizbekman. Nimaga shunaqa gapirmaysiz? Nimaga men sizga ataka qilsam, menga mushukni yoqasiz, sichqonni, krolikni yoqasiz? Sizga kimdir o'sha ataka beryaptimi? Ha deng. Siz og'zingizni masaj qilganingiz bilan, tilingizni silaganingiz bilan zo'r bo'lmaysiz. U davrlar o'tib ketdi. Kartochka beraymi sizga? Bu mushuk, bu sichqon, bu kalamush, bu ot, bu qo'y, bu mol deb. U kartochkalar sizga ish tushmaydi o'sha. Sizga duh kerak. Mana menga ko'rsating duhingizni. Gapiring, kimsiz? Ana shunday baqira olmaysiz. Faqat mamdaqa qilib turaverasiz. Ko'zlaringiz mamdaqa qilib yana ingichkalashasiz. Ingichkalashing. Baqiring. Men Davronman. Baqiring, mamdaqa baqiring. Shuni kutib ketyapsiz. Silamayman sizlarni. Qayeringizni silasak zo'r bo'lasiz. Duduqlanish ham sizlarni silamaydi. U sizni yanchib tashlayapti. Ko'rinmay yanchyapti, ko'rinmay sizni gum soqov qilyapti. Sizga tegishli joyga bora olmaysan deyapti. Sizga tegishli mashina uzolmaysan deyapti. Uzolmang, yuravering. Shunday qilib ingichkalashib yuravering. Ichingizdagi esa semirsin.